oshxonada taom tayyorlayapsiz. Xohlasangiz, xohlamasangiz taomning hidi chiqadi va atrofga baribir yog' hidi tarqaydi-da. Albatta. Shunaqa payt nima qilish kerak bilasizmi? Bizda Menda zo'r chang yutgichim bor. bizda ham bor. Bormi? Voy, nima uchun maqtanasiz? Siz Bizda ham bor. bolaligingizdan maqtanchoq edingiz, bilasizmi? Yo'q, maqtanchoq bo'lmaganman. Faqat maqtana, yo'q narsani ham maqtardingiz. Men maqtanganlarga yana javoban maqtangim keladi-da. Mana qarang. Bitta maqtaningchi. Xo'p, qarang. Bu juda ham oddiy. Mana bu yerda oddiy filtrlangan suv bor. Xo'p, yana uning ichida kimyoviy bir havo beradigan, nima deydi, yaxshigina bir ifor taratadigan, xushbo'ylik taratadigan bir maxsus kimyoviy modda sepilgan. Bu qarang, nima qilamiz buni? Bunday qilamizda. Bunaqasidan poklan deymiz mana. Ko'ryapsizlarmi? Bemalol. Bemalol bu havoni namlantiradi. Havoni namlantiradi va changlarni sekin o'ldirib, yutib olib, hammasini ham xonani xushbo'ylantiradi, ham qolaversa o'sha yog' hididan asar ham qolmaydi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, lekin juda ham yaxshi narsa. Siz ham shunaqa qilib turasizmi? Albatta, albatta. Ko'chada yomg'ir yog'yapti, lekin uy ichida ham yomg'ir yog'dirish mumkin bugungi kunda. Chunki hammamiz 21-asr texnika asrida yashayapmiz. Qarang, mo'jizalarni qarang. Shunday. Insoniyatni qarang, aql zakovatini, nimalarni o'ylab topishmaydi-ya. Shuni ayting, shuni ayting.